Hunlar, Kushanlar va Oqqunlar davridagi O'rta Osiyo. Batur Tanrıqut milodidan 177 yil burun g'arbga yurish qilib Kaspiy dengizining bo'yidan qaytib kelgandan keyin milodidan 176 yil burun Xan sulolasining podshohi Xan Vudaga yozgan maktubida mundaq degan edi. Lolan Uysun xonligi o'g'izlarini va ularning atrofidagi 26 xonliqni hukmronligim ostiga oldim. Shularning hammasi onlar dövlati tarafiga kirdi. O'qiya ko'targan xalqning hammasi bir oila bo'lib birlashdi. Yuqorida bayon qilinganimizdek, Batur Tanrıqut milodidan 177 yil burun Yetsu O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyodagi davlatlarni bo'ysundirgan. Onlarning Tanrıqutlari o'z territoriyasining g'arbiy qismidagi xonliqlarni boshqarish uchun Batisxon deb ataladigan Hun xonini tayinlagan. Onlarning Batisxonlarining ordisi Kurla atrofida edi. Ular Tanrıqutga vakolatan O'rta Osiyo bilan G'arbiy Osiyoni boshqaratdi. Onlarning O'rta Osiyoga bo'lgan hukmronligi nihoyatda uzun davom qilgan. Bundaq hukmronlikning vaqtini milodidan 177 yil burunqi chig'idan tortib milodining 200-yillargacha hisoblash mumkin. Koşanlar davrida, ya'ni milodidan 50 yil burunqi chig'idan tortib milodining 420-yillargacha hukm surgan. O'rta Osiyoning xeyli qismi ular tarafidan bo'ysundirilgan edi. Biz boshda aytib o'tgandek, ulug' yovchilar qurgan To'xriston davlati 5 yabg'u tarafidan boshqariladigan 5 xonliqqa bo'lingan. Bular tövədikicha. Birinchi, Vahan yabg'usi, ya'ni Afg'onistonning sharqiy shimolida. Ikkinchi, Bastoch yabg'usi, ya'ni shimoliy Pokistondagi Mastoch. Uchinchi, Koshan yabg'usi, ya'ni Vahananing g'arbida. To'rtinchi, Farvon yabg'usi, ya'ni Kabulning shimolida. 5-chi, Kabul yabg'usi. Taxminan 100 yilgacha hukm surgan. Ya'ni milodidan 140 yil burunqi chig'idan tortib, milodidan 50 yil burunqi chig'igacha To'xariston davlati milodidan 50 yil burunqi chig'idan boshlab birlashgan kuchlik Koshan imperiyasi bo'lib qurilishga boshladi. Milodidan 50 yil burun Koshan yabg'usi Qanishqa bir, ya'ni milodidan 50 yil burunqi chig'idan tortib milodidan 30 yil burunqi chig'igacha qolgan bo'lgan. Boshqa yabg'ularni bo'ysundirib, Koshan deb ataladigan yer nomi bilan tarixga yozilgan Koshan imperiyasiga asos soldi. U Parpiriya bilan urush boshlab, Parpiriya qo'shinlarini Hindukush tog'larining janubida, Kabul rayoni atrofida tarmar qildi. Qanishqa bir shu urush orqali Parpiriya territoriyasining bir qismini Koshan imperiyasiga qo'shib oldi. Taxminan 500 yil hukm surgan Koshan imperiyasining tarixini qisqacha qilib tovandikicha bayon qilish mumkin. Qadfish 1, ya'ni milodining 40-yilidan 75-yilgacha imperator bo'lgan va Qadfish 2, ya'ni 75-dan 95-qatorliq imperatorlarning vaqtida Koshanlarning faoliyati asosan O'rta Osiyo territoriyasi bilanla cheklangan edi. Qo'jula Qadfish 1, ya'ni 40-dan 75 vaqtida Koshan imperiyasining territoriyasi Xarazami Sog'diyanadan tartib Hindistongacha, Pamirdan Parpiriyagacha so'zildi. Qadfish 2, ya'ni 75-95 Hindistonni Banarasgacha besib oldi. Koshanlarning poytaxti Hindistonning g'arbiy shimolidagi Peshawar edi. Koshanlar Qanshiqa 2, ya'ni milodining 110-yilidan 123-yilgacha imperator bo'lgan va uning varislari davrida nihoyat kuchli bir davlat holiga kelgan. Koshan imperiyasi, ya'ni Shohlar shohi nomini olgan
Qanishqa 2, yani ba'zi tarixchilar uni milodining 78-yilidan 123-yilgacha imperator bo'lgan deb yozadi. Davrida Osiyodagi eng kuchli va madaniyatli bir davlat sifatida dunyoga tanilgan edi. Koshan imperatori Qanishqa 2 milodining 89-yili Xan sulolasiga elchi avatib, Xan malikasiga o'ylanganligini bildirdi. Lekin podshoh Xan Xodi İran bilan bo'lgan do'stligiga daxli yetishidan ansirab, Qanishqa 2ning talabini rad qilib, Koshan elchilarini qamoqqa oldi. Bu voqeadan xabar topgan Qanishqa 2 milodining 90-yili 60 ming kishilik qo'shinni Pamir orqali Tarim vodisiga mangdirdi. Shu chaqda Xan sulolasining Qashqarda turishliq elchisi bo'lgan Banchov, Xotan, Yarkent, Qashqar qatorliq Uyg'ur xonlarining birlashma qo'shiniga yo'l ko'rsatib turdi. Bu qo'shinlar Koshan qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratdi. Xan sulolasi milodining 103-yili G'arbiy Hunlar, ya'ni Shimoliy Hunlarning besim ishiltishi bilan Banchovni Qashqardan chaqirib olishga majbur bo'ldi. Buning orqasidan Xan sulolasi bilan G'arb allari orasidagi munosabat uzildi. Qanishqa 2 Tarim vodisidagi Uyg'ur xonliqlari bilan maxfiy suhbatlar ilib bordi. U milodining 120-yillari Xotan, Yarkent, Qashqar qatorli xonlarni Qo'shan imperiyasi tarafiga qo'shib oldi. Qanishqa 2 davrida Qo'shanlar Sharq allari bilanla emas, G'arb allari bilanmi aloqa o'rnatgan. Milodining 99-yili Qo'shan elchilari Rimga berib, Rim imperiyasi bilan do'stona munosabat o'rnatdi. Qo'shan imperiyasining territoriyasi bo'lgan joylardan keyingi vaqtlarda nihoyat ko'p miqdorda Rim imperatori Borun, ya'ni 54-dan 68 vaqtidagi tangilarning tepilishimi shuni isbotlaydi. Qo'shanlar Rim bilanla emas, Sharqiy Yevropadagi boshqa davlatlar bilanmi aloqada bo'lgan. Qo'shanlar tarixning orqa davri haqida yetarlik aniq ma'lumot yo'q. Ba'zi bir tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda milodining 3-asrga kelganda Qo'shanlar ojizlashishga boshlagan. Shu chaqda Qo'shan imperiyasining territoriyasi tarayib, O'rta Osiyo, Kabul vodisi, Kashmir, Hindistonning g'arbiy shimoliy qismi bilanla cheklangan. Qo'shanlarning O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabati bara-bara suslashgan. Ya'ni Qo'shanlar davrining oxirida Xorazmi, Sog'diyona mustaqil bo'lib olgan. Ular Hindiston muhitida yashaganligidan Qo'shan imperatorlari Hindi shohlariga aylangan. Qo'shanlar Hindilarga osmonasiya bo'lib ketgan. Qo'shan imperiyasi davrida, ya'ni milodidan 50 yil burunqichig'idan tortib milodining 420-yilgacha Sharq allari bilan G'arb allari orasidagi savdo ishlari nihoyat rivojlangan. Qo'shanlar G'arb madaniyati, ya'ni asosan Yunon madaniyati asosidagi mazmuni mo'l, yuksak bir madaniyatning yorilishida nihoyat cho'ng rol o'ynagan. Hozirgi O'zbekistonning Termiz shahriga yaqin bo'lgan, ya'ni Ayratomdagi Budda ibodatxonasining xarobasidan tepilgan chalqushlarning toshdan yasalgan haykalidagi tasvirlar buni isbotlaydi. Qo'shan san'ati Hindiston madaniyatida, ya'ni Hindistondagi taksilar va Modra shaharlarining yodgorliklari, Uyg'ur madaniyatida, ya'ni Kucha va Qashqardan tepilgan haykallar va Sharqiy Yevropa madaniyatida, ya'ni Alanlar muhiti orqali cho'nqur iz qoldirgan. Qo'shan imperiyasi tarkibidagi xalqlar har xil tilda, ya'ni turkiy, Paris, hindi tillarida so'zlashgan. Xorazmi yeziqi, Qarushti yeziqi. Bu yeziqlar Suriya yeziqi asosida maydonga kelgan. Qo'shan yeziqi, ya'ni bu yeziq Yunon yeziqi asosida maydonga kelgan.
qatarlıq yeziqlarni qo'llangan. Koşan imperiyasi tarkibidagi xalqlar atashparastlik, shamanizm, manixay dinlarga e'tiqod qilgandan tashqari Budda diniga e'tiqod qilgan. O'ttir Osiyo va Yetti suvdan tepilgan Budda ibodatxonalari buningdan guvohlik beradi. Biz Koşan imperiyasining milodiy 420-yili Aqunlar tarafidan yo'qitilganligini, Koşan imperiyasiga hukmronlik qilgan 9 imperatorning nomini bilish imkoniyatiga egamiz. Koşan imperiyasining imperatorlarining nomlari. Ularning imperatorluq taxtda o'tirgan yillari tövandagidek. Milodidan burunqi yillarda 1. Qanshqa 2, ya'ni 31dan 58, 28 yil imperator bo'lgan. 2. Xevisqa, ya'ni milodidan burunqi 31-yilidan milodiy 10-yilgacha 40 yil imperator bo'lgan. Milodidan keyingi yillar. 3. Vasudeva, ya'ni 10-40, ya'ni 30 yil imperator bo'lgan. 4. Qo'jola Qadfish 1, ya'ni 40-75, ya'ni 35 yil imperator bo'lgan. 5. Vima Qadfish 2, ya'ni 75, 98, ya'ni 32 yil imperator bo'lgan. 6. Vishqa, ya'ni 95, 110, ya'ni 15 yil imperator bo'lgan. 7. Qanshqa 2. Yana ba'zi tarixiy ma'lumotlarda Qanshqa 2 milodining 78-yilidan 123-yiligacha 45 yil imperator bo'lgan deyiladi. 8. Vasudeva. 9. Kitara, ya'ni bu imperator milodining 5-asrida tug'ilgan. Koşan imperatorlarının nasab nomisini to'liq yezishga imkoniyat beradigan materiallar bugunga qadar to'liq tepilgani yo'q. Tepilganlari yuqorqidek. Koşan imperiyasi milodining 3-asrga kelganda ojizlab ketdi. Bu chaqda İran Sasaniylar sulolasi, ya'ni milodining 225-yilidan 651-yilgacha hukm surgan. Ko'chishga boshlab ancha uzun o'tmayla Afg'onistonni besib oldi. 6-asrga kelganda Hindistondagi Gofta podshohligi, ya'ni milodining 320-yilidan 445-yilgacha hukm surgan. Küçüyüp Hindistanning g'arbiy shimol qismiga bo'lgan hukmronligini tiklab oldi. Koşanlar Hindukuş tağlarının şimalidagi territoriyaga bo'lgan hukmronligini saqlab qoldi. Milodiy 5-asrning beshida, ya'ni milodining 420-yili, Aral ko'lining sharqiy shimol tarafidan kelgan oq hunlar bakteriyani besib olib, Hindistonning g'arbiy shimol qismiga hujum qilib, ko'shanlarning qoldiq kuchlarini yo'qotdi. Oq hunlar ulug' yovchilarning avlodi bo'lib, ularning chiroyi oq, suzuk bo'lganligi uchun 6-asrda yashagan sharqiy Roma tarixchisi Frokofis ularni oq hunlar deb yozgan. 5-asrda yashagan Arman tarixchilari, ya'ni ko'shanlar bilan iftolitlar, ya'ni oq hunlar ni bir-biridan farq qilolmaydi. Chunki ko'shanlarmo oq hunlarmo ulug' yovchilardan edi. Buni, ya'ni Tang sulolasi yilnomasi iftolitlar haqida qissa'dagi ma'lumotmo isbotlaydi. Yilnomada bundaq deyilgan: İftolitlar Xan sulolasi davridagi ulug' yovchilardan kelib chiqqan. Ba'zi sharq olimlarimi yuqoridagi qarashni quvvatlaydi. Lekin shundoq bo'lishga qaramay, oqqullarning kelib chiqishi to'g'risidagi bu masalani texmo ilgirlagan holda tadqiq qilish lozim. Oq hunlar O'ttir Osiyodagi Xarazmi va Sug'diyonadagi hukmronligini chingitib olgandan keyin
Koşanlarning İran Sasaniylar sulosiga tortqizib qo'ygan territoriyasini ularning qo'lidan tortib olishga bel bog'ladi. Shu sababdan Oqqunlar bilan İran orasida nihoyatda uzoqqa so'zilgan urushlar boshlandi. Oqqunlarning tunji podshohi Oq Sivarxon, ya'ni milodining 420-yilidan 470-yilgacha podsho bo'lgan. Bilan İran Sasaniylar sulosining shohin shohi Bahram Gor, ya'ni 418-yildan 438 orasida urush boshladi. Marvi Shah Jahon yanida bo'lgan urushda İran g'alaba qildi. Oq Hunlar bilan İran orasidagi chegara taqalgan shahri, ya'ni Marvi Shah Jahon bilan Balix orasidagi shahar yeni qilib belgilandi. Oq Sivarxon milodining 457-yili Badashxon, To'xariston, Chig'anyon, G'ozgan, ya'ni Mo'rg'ab daryosining o'ttir iqimida ni besib oldi. İran Sasaniylar sulolasining shohin shohi Firozining vaqtida, ya'ni 459-yilidan 484 Oqqunlar bilan İran orasida 3 qatim urush boshladi. Birinchi qatimliq urushda Oqqunlarning podshohi Oq Sivarxon Ferozini tarmar qildi. Feroz Oqqunlarga asirga tushdi. Lekin Feroz İranning ittifoqdoshi Sharqiy Rim, ya'ni milodining 394-yilidan 1451-yilgacha hukm surgan imperiyasining imperatori Zenon tarafidan Oqqunlarga avatilgan O'lpan hisobiga asirlikdan qutulib qoldi. Shu urushdan keyin İran Sasaniylar sulolasi Oqqunlarga chegaradagi Talqan shahrini berish va Bahram Gor vaqtida, ya'ni 418-yildan 438-yilgacha belgilangan chegaradan o'tmaslik majburiyatini ustiga olgan bo'lsa-mu, bu majburiyatlar o'rindalmadi. Milodining 475-yili Feroz Sharqiy Rim imperiyasining Sasaniylar poytaxtida turishliq elchisi Visivining hamrohligida, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasi İranga oltin yordam qilib, İranni Oqqunlarga qarshi urush qilishga kuchkartgan. Oqqunlarga qarshi urush qildi. Bu qatimqi urushda Iftalonos, ya'ni milodining 470-yilidan 496-yilgacha podshoh bo'lgan. Qo'mondonligidagi Oqqun qo'shinlari bilan qo'shinlarni tarmar qildi. Feroz asirga tushdi. Feroz asirlikdan qutulish uchun Oqqunlarga kumush dinar, ya'ni İran puli bilan to'ldirilgan qoplar yuklangan 30 qechir berish majburiyatini ustiga oldi. Ammo Feroz 20 qechir kumush dinarini aram beralidi. Shunga u Qobdan atliq o'g'lini Oqqunlarga go'raga qo'yib, xiraj to'lashga majbur bo'ldi. Feroz buning bilan to'xtab qolmasdan o'z singillaridan birini Iftanonosga yotliq qilib, Oqqunlar bilan inoq o'tishga urindi. Ammo Feroz aldamchilik qilib, Iftalonosga o'z singlisini emas, balki boshqa bir yolg'on malikini yotliq qildi. Bundaq aldamchilikni o'z vaqtida sezgan Iftalonos İrandan kelgan harbiy mutaxassislarning bir qismini o'ldirishga va bir qismini urib naka qilib o'tishga buyruq berdi. Oqqunlar Feroz bilan bo'lgan 2 qatimliq urushda g'alaba qilgandan keyin İranni asosan qaram holga tushirib qo'ydi. Feroz 2 qatim og'ir mag'lubiyatga uchirgandan keyin yana Sharqiy Romaning yordamini ilib, milodining 484-yili Oqqunlarga qarshi 3-qatim urush boshladi. Feroz qo'mondonligidagi İran qo'shinlari Oqqunlar territoriyasiga qadam qo'ygan hamon Iftanonosning o'rinlashtirishi bo'yicha oldin tayyorlab qo'yilgan ustini qoplangan cho'nqur o'raklarga tushib halok bo'ldi. Shu urushda
Feroz va uning 7 o'g'limi o'ldi. Aq hunlar Marvi Shah jahonni o'z ichiga olgan nurg'un joylarni besib olib, Eronga nihoyat og'ir seliq soldi. Yuqoridagi g'alabadan keyin Iftanonos Kabulni va Hindistonning Banjab vodisini besib oldi. Arqadanla Iftanonos Qarqurumdan o'tib Xotan, Yorkent, Qashqar, Kucha qatorliq Uyg'ur xonliqlarini avarlarning qo'lidan tortib oldi. Iftanonosning vaqtida Aq hunlar davlatning territoriyasi ichiga O'rta Osiyo, ya'ni Tarim vodisining bir qismimi buning ichida. Eronning sharqiy qismi, Hindistonning bir qismi kirdi. Eron Sasanilar sulolasining Shohin shohlari Qubat, ya'ni 484 dan 530, Nushravan, ya'ni 530 dan 580 ning vaqtida Eron Aq hunlarga siliq to'lab turdi. Eron milodining 459-yilidan boshlab, ya'ni Feroz Shohinshoh bo'lgandan tortib 554-yilgacha Aq hunlarga qaram bo'lib yashadi. 6-asrda yashagan Arman tarixchisi Lazar Parbiskiy, ya'ni Ferozning Eronni iftolitlarga, ya'ni Aq hunlarga demakchi sotganligini va uning qulliqidan hech qachon qutullanmasligini g'amkinlik bilan ta'kidlagan. Aq hunlarga Iftalonosdan keyin Toraman xon, ya'ni 496 dan 510, Mihrikora, ya'ni 510 dan 540 qatorliq kishilarning podshoh bo'lganligi ma'lum. Buningdan keyingi podshohi Gatbara bo'lsa kerak. Aq hunlar Mihrikoraning vaqtida, ya'ni 510 dan 540 Qara shahar atrofida Uyg'ur xonligi, ya'ni 487 dan 546 bilan bir necha qatim uchrashgan. Lekin Jungo tarixchilari, ya'ni Igiz Harviliqlar xonligi deb atalgan Uyg'ur xonligi ko'p chog'larda Aq hunlarning madad berishiga ega bo'lib, avarlarga qarshi urush harakatlari elib borgan. Mihrikora avar qag'anligi, ya'ni 396 dan 551 ning qag'ani Aynag'ay, ya'ni 521 dan 551 ning singlisiga o'ylinib, avarlar bilan bo'lgan dushmanlik holatiga xotim bergan. Bundaq munosabatning o'rnishidan to'laroq avarlar manfaatdor edi. Buningdan tashqari Mihrikora milodining 516-yili Jangchang vodisidagi Liang sulolasi, ya'ni 502 dan 557 ga elchi avatib do'stlik o'rnatgan. Eron faqat milodining 554-yilidan boshlab Aq hunlarga bo'lgan qaramliqidan qutulib, to'liq mustaqil yashash imkoniyatiga ega bo'lgan. Buningga milodining 551-yili qurilgan Ko'k Turk xoqonligi, ya'ni 551 dan 744 sabab bo'lgan. Chunki Ko'k Turklar milodining 554-yili Aq hunlarga hujum qilib, ularni nihoyat og'ir holga tushirib qo'ygan edi. Eron Sasanilar sulolasi o'ngishliq bo'lgan bu fursatdan foydalanib, Aq hunlarga bo'lgan qaramliqidan qutulib chiqish bilan birga To'g'aristonni Aq hunlarning qo'lidan tortib olgan. Ko'k turklar Eron bilan ittifoqlashib, milodining 560-yillari 140 yil hukm surgan Aq hun davlati, ya'ni 420 dan 565 ni tarmar qilib, uning territoriyasining ko'p qismini egallab olgan. Aq hunlar boshda Marakentni poytaxt qilgan bo'lsa, Mihrikora podshoh bo'lgandan boshlab, ya'ni milodining 510-yili Banjab vodisidagi Sarkont shahrini poytaxt qilgan. Aq hunlar O'rta Osiyo xalqlaridan ko'p holda bosh siliq ilib turgan bo'lsa-mu, lekin O'rta Osiyo xalqlarining ichki ishlarini o'zlarining boshqarishiga yo'l qo'ygan. Aq hunlar to'laroq shaharlarda yashagan. Ular umid bilan qurollangan botur va shafqatsiz qo'shinga ega edi. Aq hunlarda asosan g'arbiy hun tili yetakchi til sifatida rol o'ynagan.
Ақ ұнлар dövləti tərkibində türlük xalqlar, yəni Türki, Paris, Hindilar yaşaganlığı üçün ular türlük dinlar, yəni Budda, ateşperestlik, mani dinlariga etiqad qilgan. Ақ ұнлар nihoyatda yuksak madaniyat yaratgan. Ақ ұнлар davrida Jungo rangli shisha yasashni ақ ұнlardan o'rgangan. Yani Vey Sulasi yılnamsi. G'arb ellari haqida qissa. Babinning, yani ulug' yovchilar tarmog'ida mundaq deyilgan. Yani yovchilarning poytaxtga, yani Vey xonligining poytaxti Datung shahri ko'zda tutiladi. Kelgan savdogarlari biz toshni eritib uningdan har xil rangdagi shishalarni ishlashni bilamiz deb jakarlagan. Ular tağlardan ruda keltirib, poytaxtda rangli shisha quyish ustida tajriba qilganda natijalik chiqqan. Ular yasagan shishalar shunchalik poqiroq chiqatdiki, hatto g'arbiy mamlakatlardan keltirilgan shishalardanmi chiroyli bo'lgan. Shunga podsha, ya'ni Vey podshohi Tobatov ko'zda tutiladi. Ular yasagan shishalardan o'rdadagi taxtlarni yasashda foydalanish to'g'riliq buyruq berdi. 100dan ortiq odam shish qo'yishni o'rganishga kirishdi. Shishalar nihoyatda farqiroq bo'yoqlarga ega bo'lganlikdan tashqari suzib chiqqan bundaq shishalarni ko'rgan kishilar hayron qilishib, ularni ilohiy shishalar deb hisoblagan. Bu vaqa milodining 424-yili bo'lgan. Yuqorida tilga ilingan g'arbiy mamlakatlarning shishalari Rimning yoki Suriyaning shishalari bo'lsa kerak. Chunki shuningdan burun Jungo rangli shishalarni Roma yoki Suriyadan olatdi. Ақ ұнlar davrida O'rta Osiyoning yezi egiligi, qo'l hunarvanchiligi, savdo ishlari va madaniyati xili yuksak saviyaga yetgan. Ақ ұнlar dövlatiga podshoh bo'lganlar tövendikiler. Birinci, Aqsavarxon 420'den 470. İkinci, İftalonos, yani 470'den 496. Üçüncü, Toramanxon, yani 496'dan 510. Dördüncü, Mexikoraxon, yani 510'dan 540. Beşinci, Gatpara, 540'dan 556. Ақ ұнlar dövletining milodining 565-yili Көк Türkler tarafidan yo'qitilganligini yuqorida aytgan edik.